Devamını anlaysanız, hürmetli vatandaş, bugün çislağa 2020 yıl 10. ayının 20. günü haftaki seyşembe. Devamı mındak. Ola, yani yukarı senatorla kelişimni uzartışqa bevosita qarshi turmadi. Balki Vatikan papasining suhbat puristidan foydalanib, Beijing doiralariga diniy e'tiqod ziyonkashlik qilishlariga diqqat qiladiganligini bildirishga murojaat qildi. Ular Birlashma Xitoyda mundaq ko'rsatdi. Biz sizning katolik diniga va Jumhur Xalq Jamhuriyatida dinga ishonadigan ommaning yaxshi va bexatarlik arzulariga kafolat qilishingizni qo'llaymiz. Hamda sizning bu natijalarga erishishingiz kerak bo'lgan xiris qilishga ega siyosat chiqarishingizni hurmat qilamiz. Biz sizning ikki tarafning bu o'rtaq orzulari orqali Jungo Kompartiya hukumatiga Xinjiang, yana mustamlika Uyg'uriston va boshqa joylardagi dinga e'tiqod qilguvchi omma duchor bo'lgan qimmatga diqqat qilishingizga murojaat qilamiz. Vatikan papasi kelishimning vaqtini uzartiradigan bo'lsa, bu Jungo Kompartiyasiga foydali bo'ladi. Şunlaşqı biz sizden özünüzge xas puristingiz bor ekanligiga ishonamiz. Jungo doiralarining barliq diniy e'tiqod muridlariga qandoq muomala qilish kerakligi to'g'risida bo'libmi Xinjiang tarafdan aytganda, bo'libmi Uyg'urlar tarafdan aytganda aktiv yaxshilanishni elib kelalaysiz. Yana bir xabar, hurmatli vatandosh, biz boshda so'zlab o'tdik. Endilikdagi xabar Tibet to'g'risida xabar. Tibetning ma'muriyat markazi boshlig'i Amerika davlat mahkamasida Amerika Qo'shma Shtatlari Tibet ishlari bo'yicha yangi tayinlangan elchi bilan tarixiy xarakterlik uchrashdim deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 10. ayning 20. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Tibetlarning sargardon hukumatining doisi Lobsang Sangay mundoq dedi. Va o'tgan hafta Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasida Amerikaning yangi tayinlangan Tibet ishlarini moslashtiruvchi amaldorlari bilan ko'rishdim. Davlat ishtirokati Mike Pompeo emaskan juma moslashtiruvchi amaldor bilan ko'rishibdi. Kechiringlar, boshda bir jumla xato ketib qolibdi. Ko'rishdim. Bu 60 yildan beri tunji qatam Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasida Tibet sargardon hukumatining doisini qabul qilganligi bo'lib hisoblanadi. Mana bu gap esingizda bo'lsin vatandosh. O'tgan hafta davlat ishtirokati Mike Pompeo demokratiya, kishilik huquq va emgak ishlari bo'yicha yordamchi Robert Destroyni Tibet ishlarini alohida moslashtiruvchi qilib tayinlagan edi. Jungoning bayonotchisi Javlijan shundan keyin mundoq bayonot qildi. Bu butunlay siyosiy o'yindir. Jungoning ichki ishlariga aralashganlikdir. Jungo buningga qat'iy qarshi turdi ham e'tirof qilmaydi. Oldirmang Javlijan apandi. Dahi e'tirof qiladigan vaqt kelmadi. O deymi shundan qaraganda saqlab turing Javlijan apandi. Tibet ishlarini moslashtirish amaldori Tibet siyosat qonuniga asoslanib 2002-yili tayinlangan. Destroy bu amgakka tayinlanishdan burun, bu amalga kechiringlar, bu amalga tayinlanishdan burun bu o'rin 2017-yili 1-oydan boshlab bo'sh qolgan edi. Reuters 10-oyning 19-kuni tilga elib bundoq ko'rsatdi. Garchi yana prezidentni o'z ishiga olgan Amerika amaldorlari Tibetning sargardon ma'naviy
daisi Dalai Lamani qabul qilib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin ularning Tibetning sargardon hukumatining boshlig'ini qabul qilishi jihati izchil, ehtiyotchan bo'lib kelgan. Bunda qabul qilishni Beijing intayin zor ig'vogarchilik deb qaraydi. Prezident Trump Dalai Lama bilan ko'rishmadi. Lekin Prezident Trump ba'zi jungoga chetishliq masalalarda qattiq pozitsiya tutib keldi. Tibet ma'muriyat markazining boshlig'i Lobsang Sangay mundaq dedi. Bu ko'rishish shuning uchun tarixiy xarakterlikki. Chunki ular Amerika, Tibetlarning ya'ni Amerika, Tibetlarning saylimi orqali vujudga chiqqan rahbarlar va Tibet ma'muriyat markazini e'tirof qildi deganlikdir. Bu ko'rishish shuning uchun tarixiy xarakterlikki, chunki ular ya'ni Amerika, Tibetlarning saylimi orqali vujudga chiqqan rahbarlar va Tibet ma'muriyat markazini e'tirof qildi deganlikdir. Bu Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining bir to'g'ri siyosat ifodasidir. Lobsang Sangay mundaq dedi. Men Destroy bilan birdek mundaq hisobladik. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi bir necha oy ichida nihoyatda tez Tibet siyosati va qo'llash qonun loyihasini ma'qullaydi. Nihoyatda tez arada Kengash palatasi bir necha oy ichida nihoyatda tez Tibet siyosati va qo'llash qonun loyihasini ma'qullaydi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.